Birinchisi nima qildingizlar? K degani nima edi? Burchak koeffitsiyenti edi. Y teng kx plus b yozib olamizda. Keyin bir marta 4 ni x ga y ga -5 qo'yamiz, to'g'rimi? -5 teng 4k plus b bo'ldi. Savob bo'lgan. -3 ni bunga qo'yamiz, 4 ni y ga qo'yamiz. 4 teng -3k plus b bo'ldi. Keyin nima qilardik? Ayirardik. Ayirib olsak, bu yoqda -9 bo'ldi. Bu yoqdachi 7k. 7k. 4 dan minus, 2 dan minus plus bo'ldi. 4 dan ayiramiz -3. 7k bo'ladi. Bundan k ni topsak -9 taqsim 7 bo'ladi. Sizlarga ham bitta formula o'rgataymi? Ikkita nuqta berilgan deylik. x1 y1 va x2 y2. O'sha burchak koeffitsiyentini topish formulasi bor, bittada topish formulasi. y1 dan y2 ni ayiramiz. x1 dan x2 ni ayirganimizga bo'lib qo'yamiz. Shundoq ayirsangiz haqiqatan mana y1 dan y2 ni ayirsak -9, -5 dan 4 dan ayirsak, mana qo'ysak ham bo'ladi. -5 ayrilgan 4 taqsim x1 dan 4 dan ayiramiz -3 ni. Xuddi shunaqa chiqdimi? -9 taqsim 7. Buni qo'shimcha o'rganib olsangiz bo'ladi. Shuni tezroq chiqadi misollaringiz. Mana bu endi universal usul. Любой kishi mana shu usulda ishlaydi. Sizlar sal boshqacha bo'lasizlar. Xo'sh, bu nima degan savolida qaysi choralardan o'tadi grafigi? Mana shu to'g'ri chiziq qaysi choralardan o'tadi? Uni aniq chizish shart emas, qaysi choralardan o'tadi desa. Taqribiy chizsak bo'ladi. Chunki mana bu 7 tepada turadimi? 7 degan so'm mana bitta turibdi deylik. -0,5 degan nima degani? O'suvchimi, kamayuvchimi? Shunga qarash kerak. Kamayuvchi bo'lsa demak, qulaydi, tepadan pastga qarab. Mana tamom, tayyor. Unga qiymat berib chizmadi lazimmi? 1 berib 2 shart emas. Shart emas. Agar qaysi choradan o'tadi deb savol bersa, uni qilish shart emas. O'sha manfiy yoki musbatligiga qaraymiz. Manfiy bo'lsa u kamayuvchi. Ya'ni o'yindan chapdan o'ngga qarab pasayib boradi. Mana bu musbat degani 0 dan tepada joylashgan degan. Kelishdimi? Demak, qaysi choradan o'tgan? 1 dan, 2 dan va 4 dan o'tgan ekanmiz. Kelishdimi? Shoshon tushundingmi? Xudo yorqin senchi? Kalla qo'ygansan-da. Xo'sh, 3-misolda nima qilamiz? Eng oson misol shu edi. X ga 4, y ga 3 qo'yish kerak. Mana bunga 3 qo'yamiz. Teng bo'ladi. X ga necha qo'yaman? 4 qo'yaman. Plus b. 3 teng 12 plus b. Undan b ni topsak -9 chiqadi. Hamma ishladimi? Abdulazim chiqadi. Ha, qara. Mana buni biz y ham deb olishimiz mumkin. Tushundingmi? Mana shunaqa vaziyatda chalg'itish uchun fx berilgan aslida. Tushundingmi? Buni y teng 3x plus b deb yozish mumkin-da. Tenglama bilan ishlaganda mana bu yaxshi. Tamom. 4-misol. 4-da nima debdi? Kesishgan nuqtasi top degan. Ikkita to'g'ri chiziq qachon kesishadi? Unaqa savol beradigan bo'lsa, bu sistema qiyin. 3x - 3. Ma'lum? Kesishgan nuqtani top desa bo'ldi, sistema qilish kerak. Bir-biriga tenglab qo'yamiz. 4x - 5 ni tenglaymiz 3x - 3 ga. Bundan x necha chiqadi? 2 mi? X 2 chiqdi. X o'rniga 2 qo'ysam 4 kare 2 8, 8 dan 5 ni ayirsam 3. Demak, y 3 ekan. Javob nima derdik? Birinchi x ni aytardik, keyin y ni aytardik. Yoki variantdan olib qo'yib ko'raylik, tamom. Ikkalasi ham qanoatlansin. Endi bu universal usul, ya'ni qonuniysi. Endi ketdik. 5-misol. Buni aytuvdik, s uni o'rtasi bo'lsa, x bilan y ni topish mumkin. O'sha x bilan y ni topish mumkin. Qanaqa qilib desa, mana bu mos ravishda bu bilan buni qo'shamiz, 2 ga bo'lamiz. -9 ga 3 qo'shinglar. -9 plus 3 taqsim 2 bo'ladi. Buni koordinatasi. O'sha o'rtasining koordinatasi shunaqa topiladi. Aytdimmi, aytmadimmi? Aytdim-a? Keyin 8 ga -2 ni qo'shaman. Bu degani 8 2 ni ayirib, yana 2 ga bo'lib qo'yaman. Shunda nima bo'ldi? Sini koordinatasi -6 ni 2 ga bo'lsa -3. 6 ni 2 ga bo'lsa 3. Demak, -3 3 ekan degan javob. Kelishdimi? Qiyin emasmi? Qiyin emas. 6-si. Ikki nuqta orasidagi masofa qanday edi? Formulasini keltiraman. x1 y1 va b x2 y2 bu hammasi gapirildi. Distans topish uchun nima qilamiz dedik? x1 dan x2 ni ayirib kvadrati, y1 y1 dan y2 ni ayirib kvadrat. Tushundingizlar? Tushundingizlar? O'rniga qo'yamiz. Shunda d nima chiqadi bizda?
Ildiz 2dan -2ni ayirsak nechi? 0 deganlar yo'qmi? 0 demanglar. 2dan 2ni ayirsak, -2ni ayirsak 4 chiqadi. 4 ni kvadrati qo'shamiz. 7 dan 4 ni ayirsakchi? 3 3 kvadrati. Mana. Nechi 25 mi jamichi? Undan 5 chiqadi bizda. Tushundingmi? Zo'rmi? Zo'r. Endi 7-sini tushunmagan bo'lsangiz kerak, nima deganini. Ha? Nima deganini tushunmagan bo'lsangiz kerak. O'zi buni grafik chizishni o'rgatuvdim, ha? Og'iz aka aytish mumkin edi. Qanday aytardik? X o'qidan necha olaman? 8 olaman. Voy, tepadan chizishim kerak ekan. To'xta. Mana buni o'chirib tepadan chizaman. X o'qidan mana 8 oldim deylik. Mana 8. Y o'qidanchi? -15 olaman. Deylik -15 mana bu yerda. Manimi? Mana. Keyin ikkalasini tutashtirib olarmidim? Mana grafik tayyor. Grafik tayyor. Endi sizlarga savol bergan ular. Savol bergan. Mana bu joydagi masofani toping degan. Mana bu koordinata o'qlari bor-ku. Koordinata o'qlari mana bu to'g'ri chizig'imizni 3 ta qismga bo'ladi. Tepada bitta bo'lagi, pastda bitta bo'lagi, mana bu o'rtadagi bo'lagini, mana shuni D-sini toping degan. Necha santimetrga teng? Pifagor taniysizlarmi? Pifagor teoremachasi bor-ku, endi mayli. Ishlasa mumkin. 90 gradusli bu. Mana bu yoq necha ekan demak? 8 a? Yog'ichi? Minusda minus shuni 15 deb yuboramiz, birligini. Bizga mana buni uzunligi kerak. Pifagor aytadi, 8 ni kvadratiga 15 ni kvadratini qo'shsang deydi, d ni kvadratini beradi. Demak, uje biz geometriyaga yaqinlashamizmi? Mana sezyapsizlar, uje aralashyapti. O'tgan safar burchak aralashdi, tangens aralashdi. Bu safar mana endi Pifagorni ham aralashtiramiz. 64 qo'shamiz. Mana necha? 225. Teng d kvadratmi? Demak, d kvadrat nechaga teng bo'lyapti? 289. 289 kimni kvadrati? 17. Tamam. Biz musbatini olamiz. Nima uchun? Chunki masofa bo'lgani uchun. Kelishdingmi? Oddiygina kimni teoremasi ekan bu? Bugun hech bo'lmasa shu Pifagorni eslab ketdik mana. Pifagor. Keyingisi. Mana bu nuqtadan o'tar ekanmish, mana shu nuqtadan o'tar ekanmishda, bunga parallel ekan. Bu to'g'ri chizig'imiz. Qani topardik? Parallel degani nima degani? Kesishmaydi. Kesishmaydi degani nima degani? Parallel degani nima degani? Tenglamaga qarab qanday bilasizlar? Parallelmi, parallel emasmi? Yo, mayli, grafik yo'q. Sen K'si bir xil. Demak, B'si har xil, lekin K'sini men bilaman aniq bir xilligi. Ha, bu ham 2x plus nimadir ko'rinishda turadi. Endi shu B'ni topish uchun mana bu nuqtadan foydalanamiz. Y ga -1 qo'yaman. X gachi 2 qo'yaman. 2 kare 2 plus B. B necha chiqdi? Mana bu 4 ku. 4 minus o'tsa -5 bo'ladi mana. Buni topdim. Demak, tenglama nima bo'ladi? 2x minus 5 ekan. Tamom. Qo'ymagansan-a? Ha, o'sha gapda men parallel degani K'lari teng degani. K1 K2 ga teng degani. Kelishdingmi? Bu narsani bilishingiz kerak. Bu haqida gaplashdik. Endi mana bu qanday holatida? Ibo? Oshkor emas. Shuni bilding-a lekin. Oshkor emas shakli. Oshkor. Endi buni chet elliklar standart shakl. Bilmayman nima bo'lsa. Bizda oshkor emas deb tarjima qilinganmi? Xullas, orasidagi masofa kerak menga. Grafikdan ko'rinish qanday edi? Mana bu to'g'ri chiziq bo'lsa, bitta nuqta bor. Ungacha bo'lgan masofa kerak menga. To'g'rimi? A nuqta deylik. O'shungacha bo'lgan masofa kerak. Uni qanday topamiz? D teng formulasi bor edi. Modulda 1 ni x ga, 3 ni y ga qo'yaman. 3 kara 1 minus 4 kara 3 minus 6, to'g'rimi? Taqsim ildiz ostida nima bo'ladi? Demak, bu yerda 3 kvadrati qo'shilgan 4 kvadratimi? Tepasini hisoblab beringizlar. 3 minus 12 minus 9 minus 15 mi? 15 chiqar ekan. Mahrajdan nima chiqdi? Hozir hisobladigan bu yerda. Qaranglar, bir xil. 5. Demak, javobi 3 ekan deymiz mana. B javob bo'ldimi? B javob bo'ldi. Tamom. Oxirgisi 10-si. Oxirgi marta aytdim o'shani. Narigi doskada aytdimmi? Shu doskada aytdimmi? Narigi doskada aytdim menimcha. Ikkita to'g'ri chiziq orasidagi masofa. Mana bundan bitta nuqta topib olamiz dedik, a? Bundan bitta nuqta topib, ungacha bo'lgan masofani olamiz dedik. Mana qaranglar. Parallelmi bular? Bunday ko'rinishda tursin dedik. Bu yoqdan bitta nuqta olaman men. Keyin bu to'g'ri chiziqgacha bo'lgan masofani topib olaman. Bitta nuqta tanlayman. Ixtiyoriy nuqta edi u. O'zimizdan nima qo'yamiz dedik? X ga 0 qo'yamiz dedik, a? X ga 0 qo'ysak, y nima chiqadi? 0 3 nuqtadan
Mana buni oshkorma shaklga o'tkazamiz. 2x minus y plus 13 teng 0. Mana shu to'g'ri chiziqgacha bo'lgan masofa. D teng nima bo'ldi shunda? O'rniga qo'yamiz. X o'rniga 0 qo'ysam yo'q bo'lib ketadi. Modulda minus 3 plus 13 taqsim ilzosida nima bo'ladi? 2 ning kvadrati plus 1 ning kvadratimi? Teng. 13 dan 3 ayirsam 10 taqsim mana bu nima bo'ldi? Ilzosida 5 bo'ldi. Buni irratsional chiqarsam bu degani 2 ilzosida 5 ha? Tamam. Mana shu. Men shu oxirgisiga yana bitta formula beraman sizlarga. Nuqta topib o'tirmaysizlar-da. Agar y teng kx plus b1 y teng kx plus b2 bo'ladigan bo'lsa, ikkita parallel to'g'ri chiziq berildi, tenglamasi. Ular orasidagi masofani top desa formula bor ekan. Distans teng bo'ladi. Modulda b1 dan b2 ni ayiraman. Taqsim ilzosida k kvadrat plus 1 bo'ladi. Bu formula. Faqat parallel to'g'ri chiziqlar orasida emas. Xuddi shunaqa bo'layaptimi qarang. 13 dan 3 ayiryapmanmi? Taqsim mana bu kas 2 midi? 2 ning kvadrat plus 1 bo'lyaptimi? O'zi 1 ning kvadrat 1 u. Pasti shunga to'g'ri keladi. Shuni qilib hisoblab qo'ysalaringiz ham o'sha d teng 2 ilzosida 5 chiqadi. Bu qo'shimcha formula. Sizlarga savol berish mumkin. Ikkita to'g'ri chiziq berib, mana bilan parametr qiladi. Bu 3 bilan 13 parametr qilib, orasidagi masofa falonchaga teng desa, mana formulani qo'llaysizlar chiqadi. Tushundingmi? Bu qo'shimcha formula ekan. Tamom.